Vesta muxlislariga zo'r holatda 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi почти toza, yengil petnosi bor ekan, xolos orqa eshigida. Ko'rsatib ketaman. 144 ming yuribdi, 4 yumshoq balon, 2019. Lada Vesta muxlislariga motori ham qiziqarligi 1.8 bulardi, yog' edi. 1.6 yog' yemedi bulardi. Yaxshi motor bo'ladi. Bularda cruise control, mashinada xullas klimat kontrol, konditsioner, xullas xizmati zo'r mashinalardan bittasi. To'g'risi Lada Vesta menga ham yoqadi. Ochiq gap. Lada Vesta menga ham yoqadi. Tagida propan tabletkasi bor mana. Tabletga propan ko'rdingiz, zapaskasi akani uydagan kelishsalar olasizlar. Mashetida yengil kraskasi bor ekan. Kelishsalar tekshirib olasizlar. Bu mashinalarga shumka shart emas. O'zi zavodskiy o'zi detal qalin bo'ladi, xizmati uzoq mashina. Endi bilmadim kimga qanaqa. Menga yoqadi. 1.6 motor, injektor propan, mashina ruli elektrosvitel, ABS sistema, konditsioner, xullas mashinaga hech narsa rasxod qilmas. Hali meni yurgani zo'r mashina, zo'r tortadi. Yurish-turishi yaxshi mashina. Narxiga kelsak 8000 kelishamiz uka deyapti. Yana bir qator kelishasizlar. Generalni yozib beradi. Dehqonni o'zidan like bosib obuna bo'lamiz.